Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. O'lmas Umarbekov 1934-yil 25-yanvarda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'lmas Umarbekov 1984-yili O'rta Osiyo universitetining filologiya fakultetini tugatgan. Uning birinchi kitobi 1958-yili Hikoyalar nomi bilan chop etilgan. Keyinchalik Xatingni kutaman, Yurak so'zlari 1960, Baba Yong'oq 1961, Yulduzlar, Menga ishonasanmi 1962-yil, Hayot abadiy 1964-yil, Charos 1966, Ko'prik 1968, Oltin yaproqlar 1972, Yer yong'oqda 1993 kabi hikoyalar to'plamlari nashr etilgan. O'lmas Umarbekov 1980-yilda Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati bo'lgan. O'lmas Umarbekov 1994-yil 10-yanvarda vafot etgan.